Bezzatinglar, bo'la qolinglar. Yangi oshlar chiqdi. Intervyu yangi kelishibdi bizda. Yo'q. Men ko'proq gapiray sizdan ham. Bo'ldi, to'y yuring. Qanday cho'miltiraman. Do'stlar, Muhriddin osh markazining Olmazor tumanidagi ikkinchi filialiga tashrif buyurganmiz. Yangi osh markazining filiali bilan tabriklaymiz. Rahmat. Nima osh nima dedi? Ha, to'y oshdi. Ha, tabriklaymiz. Endi ishlar bilan bir tanishtirsanglar. Bo'ldi. Siz Latifmisiz? Yo'q, o'shaning ukasimi. Yo'q. Ha, bu yerda choyxona bilan to'y oshlarimiz qilinadi. Ha, oshpazinglar kim? Muhriddin? Ha, yo'q. Ha, bu qozonlarni kim tozalaydi osh tugagandan keyin? Muhriddin tozalaydi. Qarang mana, men kapchilim. Kichkina. Zo'r lekin, ha? Zo'r. Ha, sizlarda faqat oshmi? Ha, yo'q, qozon kabob bor, sho'rva bor, shashliklarimiz, somsalarimiz bor, ha? Yana nima bor? Kasha. Kashi yo'q-ku. Kasha ham qo'shaylik yegim kelyapti. Ha, bo'ldi, qo'shamiz, qo'shamiz. Sizlarda ofitsiantlar yetarlimi o'zi? Yo'q, bizda bitta ofitsiant bor. Kim? Muhriddinmi? Ha, ofitsiant ham Muhriddinmi? Ha, Muhriddin yetkazadi hammasini. Yuring. Bu yoqda oshpaz ham, uborsachi ham, ofitsiant ham hammasi Muhriddin ekan-ku. Shu oilaga ham zo'r bo'lsa kerak-a Muhriddinni. Gapini qaranglar. Muhriddin oila olmaydi, bir kosa ovqatga ishlaydi Muhriddin. Yo'q, bir ko'z ovqatgami? Ha, shunaqa. Bugun oshi faqat sho'rva, ichim suv bo'lib ketdi-da. Kamera oldida so'rashni qarang. Ha, bor ye bo'pti. Rahmat, dada. Dada, bugun minusdamizmi endi? Ha, minusdamizda bir porsiya osh yeyapti. Oling, men mikrofoningizni. Yo'q. Oling.